Bugungi qahramonimiz Dono Alixanova bo'ladilar. Karantin sabab keyin onlayn biznesga kirib keldim. Chorsu bozorida kiyim do'koni ochganman. YouTube'dagi bepul darsliklarni o'zi ham anchagina bilim beradi. Bankrot bo'lgan holatlaringiz bo'lgan. Hozirgi kungacha 1900 dan oshiq o'quvchilarni. Ana Nodiramchi, ana korsetni olib kelibdi. Men ham shuni boshlayman. Ham uyda o'tiribdi, ham biznesini qilyapti. 20 million, 20 milliardga aylanishi mumkin. Malibu avtomobilini olgan. Tadbirkor biznes ledi bo'lib ketarmidim. 100 million, 200 million, undan ham ortiq daromadga chiqsa bo'ladi. Assalomu alaykum. Bugungi qahramonimiz o'z biznesini boshlab, oilasi va bilimini bir vaqtda rivojlantirgan, onlayn biznes orqali ish yuritgan Dono Alixanova bo'ladilar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bugungi dasturimizga xush kelibsiz. Xabarim bor. 6 yillik tadbirkor, oliy ma'lumotli iqtisodchi, 3 farzandni onasi, mashalloh, va biznes onlayn bo'yicha ekspert. To'g'rimi? To'g'ri. Oz bo'lsa ham ta'rifladim, lekin hozir suhbatimiz orqali albatta siz bilan yana yaqinroq tanishib olaman. Umuman olganda hozirgi kunda meni juda ham to'lqinlantirib, xursand qildirayotgan narsa shuki, bizni ayollarimiz nihoyatda hozir juda ham ishbilarmon bo'lib ketishyapti. Nafaqat uyda, endi uyda bilamiz, ham oilaparvar, ham qaynonasini, qaynotasini, xo'jayinini ko'nglini oladigan ayol. Lekin shunga qaramasdan, shukr, mana hozir tadbirkor ayollarimiz yildan yilga ko'payyapti va aynan bugungi qahramonimiz Donoxon Alixanova. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'zim o'rgili, hali yoshsiz. Rahmat. 3 farzandni mehribon onajonisiz ekan. Umuman olganda nimani bitirgansiz? Boshlang'ich deylik, mana oliy dargohlarni bitirgan bo'ladi. Kimdir balki uy bekasidan aynan mana shu biznes yo'li boshlagan shaxslarimiz ham bor. Albatta, ular haqida ham kelajakdagi dasturda gaplashamiz, suhbatlashamiz. Siz bo'lsangiz nimani bitirgansiz? Assalomu alaykum. Meni ismim Dono Alixanova. Yoshim 37 da. Siz aytganingizdek 3 farzandni onasiman. O'zim Toshkent davlat irrigatsiya va melioratsiya institutini tugatganman. Oliy ma'lumotli iqtisodchiman. Lekin asosiy qiziqishim yuridik sohaga bo'lgan. Kollejda o'rta ma'lumotim yuridik soha bo'lgan va birinchi ish faoliyatimni aynan shu sohadan boshlaganman. Ya'ni Mirobod tumani fuqarolik sudida, tumanlararo fuqarolik sudida faoliyatimni boshlaganman. Umuman olganda juda ko'p joyda ishlaganman. Birinchi ish joyim aynan shot bo'lgan. Undan keyin notariusda ishlaganman, zaksda ishlaganman. Asosan shu sohada ko'proq faoliyatimni olib borganman 23-24 yoshimgacha. Undan keyin turmushga chiqqanman 19 yoshimda. 24, demak taxminan 19 yoshda boshlagansiz. 16 yoshimdan stajyor bo'lib ishlaganman. 18 yil olgandan keyin ofitsialniy ishga kirganman. Shunaqa. 23-24 yoshimgacha bu sohada ishlaganman. Undan keyin endi xo'jayinim ham shu sohada bo'lganlari uchun yoqmagan. Ikkalamiz bitta sohada bo'lishimiz, ularga bu sohada birga ishlashimiz qanaqadir ularga noqulaylik bo'lgan. Shuning uchun bu sohadan chiqib, o'zim boshqa sohalarda ishlab ko'rganman. Uyda o'tirgan ayol emasman, uyda o'tirmaganman. Institutni tugatganman. Institutda 2 farzand bilan tugatganman. Birinchi kursga kirganimda turmushga chiqqanman. Birinchi farzandimni 2-kursda, ikkinchi farzandimni 3-kursda, 4-kursni bitirayotganimda 2 farzandim o'sha kichkinasi 1,5 yosh, ikkinchisi 2,5 yosh bilan tugatganman. Ana ko'rasizlarmi? Bo'lajak kelinlarimiz hech ham qo'rqmanglar. Voy, oila qursam, homilador bo'lib qolsam, farzand ko'rsam, bu yerda o'qishlari qolib ketadi-yu deb ko'z yosh to'kmanglar. Mana namuna. Xohish bo'lsa, hamma narsaga qodir ekan insoniyat, to'g'rimi, Donoxon? Endi mana qarang, hozir biroz yoshligingizni esladingiz, o'sha
o'qish jarayoni, homilador, birin-ketin bo'lgan farzandlaringiz tug'ildi, lekin shunga qaramasdan tabiiy hol yoki enagaga, balki qaynonangizga qoldirib yana ishga sho'ng'ib ketgan Shunaqa. bir tirishqoq, g'ayratli qahramonimiz o'tiribdilar. Ana ibrat. Xo'sh, keyin Keyin institutni tugatganimdan keyin buxgalteriya sohasida ishlab ko'rdim, bank sohasida ishlab ko'rdim. Bu sohalar men uchun bo'lmagani uchun boshqa burilish. boshqa burilish. Boshqa burilish. Shuncha bejiz men sizni ta'riflamadim. Oliy ma'lumotli iqtisodchi deb. Mana hozir chiqib kelyapti. Bu sohadan chiqqanimdan keyin qanaqadir biznesga tortdi. 2011-yilda Chorsu bozori hamma bilgan. Shu Chorsu bozorida kiyim do'koni ochganman. Birinchi qilgan biznesim. 4 yil davomida shu biznes bilan shug'ullanganman. Bu biznesni yopishimga asosiy sabab 3-farzandimga homiladorlik bo'lgan. Homiladorlik bo'lgandan keyin, farzandli bo'lgandan keyin do'konni yopishga majbur bo'lganman. 2011-yildan 2015-yilgacha aynan savdo sohasida sotuv bilan shug'ullanganman. Keyin farzandli bo'lgandan keyin bu sohani to'xtatdim. Lekin uyda o'tira olmadim. Shunda ham uyda o'tira olmadim. Keyin davlat ishiga kirdim. Ya'ni o'z suv ta'minoti xalq tilida suvsoz deyiladi. Ya'ni sovuq suvda ishlagan. Umuman boshqa burilishlar bo'lib hayotda. Shunaqa. Men masalan esimni tanibmanki, xoreografiya bilim yurtini bitirdim, ya'ni raqqosa bo'lib, biroz ansamblda ishladim 7 yil. U yog'i endi bari ijodga taalluqli-da. Sizniki bu umuman har xil yo'nalishlar qo'yilgan. Shunaqa. Demak, qo'rqish kerak emas ekan. Yo'q, qo'rqish kerak emas. Odamzod o'zini har xil yo'nalishda, har bir kasbda topa olish kerak. Eng yomoni topa olmaslikdan. Topa olmaslik. Shunchaki boradi, shundoq maoshini berdi, oldi, shu ro'zg'orni taqataq qilib mamlaqa olib keladi. Bir qanaqadir yutuq natijalari yo'q, na iqtisodiy, na moddiy taraflama. Umuman olganda, demak, izlanishdan qo'rqmanglar, opa-singillar. Bu sohani nima deydi, suv ta'minotida ishlagan paytimda karantin bo'lib qoldi. Karantin sabab keyin onlayn biznesga kirib keldim. Yana qaytadan biznes boshlashga sabab bo'ldi. Chunki karantinda hammani majburiy ta'tilga chiqarishdi ishxonada. Menda ham xuddi shunaqa holat bo'ldi. Majburiy ta'tilga chiqqanimizdan keyin u paytda Instagram tarmog'i rivojlanayotgan payt edi. Ana shundan boshlab onlayn biznesni boshlaganman. Ana hammada karantin qiy-chuv, unaqa bo'lyapti, bunaqa bo'lyapti, kimdir nimadir bo'ldi. Men o'shanda aytganman, sotuvda har doim baraka bo'ladi. Har doim sotish vaqt tanlamaydi. Chunki karantinda biza kosmetika mahsulotlarini dastavkasi bilan shug'ullanganmiz. Ayollarga zarurat bo'lsa, uni farqi yo'q. Qanaqa sharoitdan bo'lishidan qat'iy nazar, baribir sotuvlar, ya'ni baribir oldi-sotdi bo'ladi. Ehtiyojimiz uchun mahsulotni baribir xarid qilar ekanmiz. Juda yaxshi narsani o'ylagan ekansiz. Ayol kishi hamisha shu narsa bilan yashaydi-da. Endi kechirasiz, mayli balki kiyimingiz kamroq bo'ladi, lekin upa, pomada, krem, uходовый kosmetika albatta bo'lishi shart. Endi shampun, konditsioner bilan gapirmasak ham bo'ladi. Shunaqa. Karantin bahona shu biznesni boshladim onlaynda, ya'ni u paytda hali marketplacelar O'zbekiston bozoriga kirib kelmaganda, Instagram tarmog'ida boshladim. Keyin 2021-yilda o'qib, bilim olishni boshladim. Ham suvsozda ishlayapman, ham parallelni biznesni davom ettiraman. Chunki hali biznesni qanaqadir kattalashtiraman degan niyat yo'q edi. Lekin bilim olish jarayonida 2021-yil oktyabr oyida O'zbekistonda hozirgi kunda o'z o'rniga ega bo'lgan Faya brendiga asos solganmiz. Ayollarni ozishi uchun kerakli bo'ladigan maxsus korsetlarni Turkiya davlatida ishlab chiqarib, o'zimizning brend bilan O'zbekiston bozoriga olib kiramiz va hozirgi kunda 100 mingdan oshiq aynan shu brend orqali mijozlarga xizmat ko'rsatganmiz. Ya'ni ozish uchun liposaksiya, shundan keyin taqiladigan har xil korsetlar bilan shularni sotuvi bilan shug'ullanamiz. Ana, bilib oldim kimga murojaat qilishni. Xo'sh. Shu bahona 2023-yilgacha bu biznes bilan shug'ullandik. Biznes zo'r ketdi, yaxshi rivojlandi. Lekin o'sha 24-yilda ko'p joyda krizis to'g'risida ko'p gaplar bo'ldi. Har xil fikrlar bo'ldi va shu 23-yildan
man marketplacelar O'zbekiston bozoriga kirib kelishni boshlagandan mahsulotlarimizni marketplacega qo'yishni boshladik. Lekin ilmim yetmasdi. Men uni to'liq tushuncham yo'q edi. Vaqt oralig'ida 23-yil oxirlariga borib o'rganishim kerakligini, yana ham chuqurroq bilim olishim kerakligini, chunki bu biznesning kelajagi borligiga ko'zim yetyapti, lekin qanaqa qilib rivojlantirish kerak degan savol bo'lardi va o'qib izlanish davomida asosan erkaklar, asosan o'qitadigan, o'rgatadigan, ilmi bor, hamma yo'l yo'riq ko'rsatadigan asosan erkaklar bo'lgani uchun men erkaklardan ta'lim olishga majbur bo'ldim va u paytda dars o'taman, o'qitaman degan narsa bo'lmasdi. Faqat o'zim biznesim bilan shug'ullanardim. O'zimni biznesim uchun o'rganganman. Keyin 24-yil boshlaridan bizda atrofimda baribir o'rtoqlarim bor, dugonalarim bor, tanishlarim qanaqa savdo bo'lyapti, yaxshi savdo bo'lyaptimi, bizga ham o'rgat deb turib, ko'p talab bo'ldi. Bitta odamga o'rgatib ko'rasiz, ikkita odamga o'rgatib ko'rasiz, uchtasiga o'rgatasiz, o'sha energiya yetmaydi. Va shu paytda ideya kelgan, bu narsani maqsadli foydalansa bo'ladi va demak g'oya tug'ildi shunaqa. 24-yil mart oyidan boshlab onlayn offlayn formatda ayollarimiz uchun aynan marketplacelar, ya'ni hozirgi kunda eng aktual bo'lgan uzun market bo'yicha dars berishni boshladik va hozirgi kunda o'zimizni Adras biznes akademiyamiz, eski nomi Alixanova biznes maktabi, mana shu maktabga asos soldik va hozirgi kungacha 1900 dan oshiq o'quvchilarni o'qitib, onlayn biznesda o'zligini daromadligini topishga yordamlashib kelyapmiz. Qoyilman bu qarsiylar qahramonimizga. Shunaqa. Umuman olganda qarang, qanaqa bosqichma-bosqich har xil o'ziga yarasha 4-5 ta kasbi egasi bo'la turib, bu har bir narsani o'zining hikmati bor-da. Mana pandemiya sabab siz aynan imkoniyat bo'ldi bu yo'nalishni tanlashga. Va mana hozir o'qish jarayonlaridan o'tib, barham bilim olganingizdan keyin har holda xatolaringiz kam bo'ladi. Bu siz ilojisiz yo'q, tabiiy hol barham qayerdadir xatoga qo'l urib qolasiz-da. Endi mana xato deyotganim bejiz emas. Mana shu tajribangizda eng katta deylik, mani tilimda, endi ijodkorman, san'atkorman, menga bu yo'nalish hozir juda ham qiziqarli bo'lyapti. Qayerda xato qilgan edingiz? Ya'ni dono bo'ldi, men bu ishni to'xtataman, qo'limdan kelmayapti. Yoki zamonaviy tilda olib gapirganda bankrot bo'lgan holatlaringiz bo'lgan? Bo'lgan. 2024-yilda bu narsa bo'lgan. Umumiy biznesda, ya'ni bir vaqtning o'zida tarmoqli har xil yo'nalishlarda, ham korsetda, ham kiyimda, ham ro'molda, ham marketplace'da, ham o'quv kursida ochgan paytimda bir vaqtning o'zida hamma biznesni boshlaganman-da. Bu narsa bizning biznesimizni cho'kishiga, ya'ni orada shu qarzdorlikka tushishiga olib kelgan. Bu vaziyatdan chiqishimga yordam bergan asosiy narsa shu meni oldingi holatimdagi, ya'ni qaysidir ma'noda qahri qattiqroq ayolman, boshqa ayollarga nisbatan. O'xshamaysiz lekin. Qat'iyatda kuchliroqman va bu narsani yengib o'tdik. Albatta bunda yordam bergan komandamiz bilan ham nima deydi, 6 oy davomida bu situatsiyadan chiqish uchun qattiq kurashdik. Lekin alhamdulillah bu bosqichdan o'tib oldik. Mana yana davom ettirib va bundan-da kengayib, tizimli tarzda kengayib kelyapmiz. Xulosa shundaki, demak, birdaniga 4-5 narsalarni ochopartlarcha ushlab olish kerak emasda. Asta-sekinlik bilan bosqichma-bosqich bitta narsani yaxshilab mukammal darajada rivojlantirib, uni fundamentini mustahkamlaganingizdan so'nggina deylik, keyingi bosqichga o'tish kerak ekan. Ana xulosa. Ayniqsa ayol kishida bu eng muhim qoida ekan. Chunki ayol kishi bilasizmi, emotsional bo'lamiz. Voy, buni ham eplayman, uni ham qila olaman. Voy, mana bu ham zo'r ekan. Palonchi dugonam Nargiza ham olib keldi-yu, men nima eplay olmaymanmi? Shuncha narsalarni qila olgan ayol. Voy, ana Nodiramchi, ana korsetni olib kelibdi. Men ham shuni boshlayman. Men ham shuni
qilaman degan yo'nalishda bo'lib qolgan bo'lsangiz kerakdir xuddi shunaqa holat bo'lgan va bu holatdan chiqishimiz uchun haqiqatdan ham komandani kuchi juda ham muhim bo'lgan. Chunki eng katta yutug'im muvaffaqiyatda shu komandani to'g'ri shakllantira olganim. Komanda degan so'zni 2-3 marotaba hozir takrorlan gapiryapsiz. Sir bo'lmasa necha kishidan, balki ular o'nlabmi? Hozirgi kunda 40 dan oshiq xodimimiz bor. Boshlang'ichda-chi nechta? Boshlang'ichda 4 kishi bilan 4 kishi bilan. Ayollarmi? Ha, ayollar. Dastavshiklarimiz bor endi o'g'il bolalar, no biznesning asosiy ustunlari ayollar. Ularni ham shu o'suv ta'minotida ishlaganman. O'sha paytda o'zim bilan birga ishlagan qizlarni ishdan bo'shatib, o'zim komandamga olganman. Men o'ylaymanki, ular hozir umuman afsuslanmasa kerakdir. Shunda ustozidan, gaplaridan xulosa qildim, qattiq qo'l. Endi vaqti kelsa, bu yo'nalishda tadbirkor ayollar juda ham intizom, qattiq qo'l, bir qarorli shaxs bo'lmasagina bir narsaga erishish qiyin. Agar undoro, nima san kamtarin, uyatching, hammasini ichiga yutib, voy eplolmadim, voy qilolmadim, adam bergan pulni shunda oldim-u, bankrot qildim deganlar afsuski balki ko'p katta natijalarga erisha olmasligi mumkin. Shuning uchun barrom ana matonatli o'zi umuman olganda biz ayollarimiz endi ozmi ko'pmi maqtanishga yoymanglar, shu ijodim, kasbim orqali shu suhbatimizni boshida gapirgandek dunyoni kezgan bo'lsa qismat de o'zimga xulosa qildim, eng mehnatkash bolajon deylik, har taraflama uyim, joyim, sarishta juda ham mehmondo'st, saxiy. Endi unday soatlab gapirishim mumkin. Biz ayniqsa o'zbek ayollarimizga bu ta'riflaydigan olqishlar. Lekin shunga qaramasdan hozirgi kunda shunchalik biz ayollarimiz shunaqa chiroyli natijalar bilan mehnati orqali erishayotganligidan men juda xursand bo'laman. Hozirgi kunda o'zim ham xursand bo'ladigan narsam bu o'quvchilarimiz. Chunki mana oldimizga shunaqa ayollar kelishadi, noldan, kompyuterni bilmaydi, hali savdoga kirib ko'rmagan, uyda o'tiradi, 4 ta, 5 ta farzandli. Mana shunaqa ayollar ham o'zini rivojlantirib, o'zini ustida ishlab, shu kompyuterdan boshlab sotuvgacha chiqib, sotuvlik qilib, ham uyda o'tiribdi, ham biznesini qilyapti. Naqadar zo'r. Xuddi shunaqa. Naqadar zo'r. Ayollarimiz rivojlanishyapti. Deyishadi, sandan harakat, mandan barakat. Uyda o'tirib, ko'z yosh to'kib, erim olib keladimi, yo'qmi, kimdir boshida sinovli vaziyatlarga tushgan ayollarimiz afsuski yo'q emas, yo'qotishlar bo'lgan yoki xastalik, shu orqali mayli davlatimiz tomonidan katta yordamlar birin-ketin kelyapti, lekin baribir ham o'zingda intilish bo'lishi kerak. O'zingda o'sha tirishqonliging, oldinga qo'ygan maqsad sari intilishing, shu narsa orqaligina o'sha 1 so'ming 2 so'm bo'ladi. Ertaga o'sha 2 so'ming 20 million, 20 millionning 20 milliardga aylanishi mumkin. Bu albatta asta-sekinlik bilan qadam-qadam 6 yil davomida, mana boshida gapirib o'tdim, 6 yillik tajribaga ega bo'lgan tadbirkor ayolsiz. Endi deylikda 6 yil mobaynida meni nazarimda avvalgi dono bilan hozirgi dononi farqi yer bilan osmonchalik bo'lsa kerakdir. Mana hozir bizni kuzatayotgan ayollarimizga deylik, men hozir gapirib o'tgandek kimdir boshiga shu musibat tushib yoki uyda bir sinovli vaziyat, xastalikmi yoki turmush o'rtog'ini yo'qotib qo'ygan 4-5 farzandli deylik, onasi uyda o'tiribdi, nima qilishini bilmayapti, nimadan boshlashni bilmayapti. Umuman olganda balki tabiiy hol, qo'lida puli ham yo'q. Nimadan boshlashi mumkin? Nima maslahat berarsiz? Mana shu holatdagi ayollarga bitta narsani ayta olaman. Mas'uliyatni qachon o'zimizga olsak, ya'ni to'g'ri, har bir sinov bo'ladi, har bitta insonda bo'ladi, har xil sinovlar bo'ladi, boshimizdan o'tadi, lekin bu bejiz emas. Inson ko'tara olmaydigan yuk berilmaydi. O'sha yukni ko'tarishga qodirki, unga shu yuk berildi.
va bundan keyin mas'uliyatni o'ziga olsa, ya'ni kimdandir emas, najotni bandadan kutish kerak emasda, Allohdan kutib bu narsaga harakat qilinadigan bo'lsa, natija har doim bo'ladi. Men bunga har doim ishonaman va mana shu ayollar ichida ko'rayotganimiz o'zini mas'uliyatini bo'yniga olib harakat qilishni boshlagan inson, balki u bo'lishi mumkin qarz olgan bo'lishi mumkindir. U bo'lishi mumkin kimdadir iltimos qilgan bo'lishi mumkindir. Lekin boshlavasa, ya'ni o'tda o'zi pul tikishi shart bo'lmagan holatlar bor-da. Masalan, onlaynda aynan marketplace-da savdo qilish uchun tajriba, bilimni olganidan keyin o'zini balki mahsulotini sotishga imkoni bo'lmasa, boshqa do'kon egalari, tadbirkorlar, masalan, menga o'xshagan tadbirkorlarni o'tirib o'zini ishlashga vaqti bo'lmaydi. Mana shunaqa insonlarni bir vaqtni o'zida uyda o'tirgan holda ko'chama-ko'cha yurish shart emas, qanaqadir og'ir yuk ko'tarish shart emas. Faqat qo'lida o'sha bitta noutbuki, telefoni bilan shu ishni qilib berib ham bemalol pul topsa bo'ladi. Faqat ilmini, bilimini ozgina bo'lsa ham o'rganish kerak. Bu uchun masalan, imенно kurslarda o'qishi yoki qayerdadir borib o'qish emas, balki YouTube'dagi bepul darsliklarni o'zi ham anchagina bilim beradi. Hozir mana o'zbek tilida ham juda ham ko'p bilimlar berib boryapmiz. O'zimiz ham beryapmiz, boshqalar ham berishyapti. Mana shu bilimlarni o'zlashtirgan holda o'zini ustida ayollarimiz ishlasa, bemalol nolib o'tirmasdan, qila olmayman, pulim yo'q deb o'tirmasdan bemalol boshlasa bo'ladi. Va yana bitta narsani aytib o'tirmoqchiman shu o'rinda, mana avvallari bu sohaga kirish uchun bizda guvohnoma qilishimiz kerak, ya'ni yakka tartibdagi tadbirkor yoki o'zini o'zi band qilgan holatda ishlashimiz kerak edi. 2025-yil dekabrgacha soliqlar juda katta edi, baland edi. Ya'ni uyda o'tirgan ayollarimiz uchun bu qiyinroq edi. 2026-yil 1-yanvardan boshlab 2025-yil 20-avgustdagi prezidentimiz farmoniga asosan, qarorlariga asosan 26-yil 1-yanvardan boshlab yengilliklar kiritildi. Ya'ni 2026-yil 1-yanvardan boshlab o'zini o'zi band qilganlar bir yilda bir marta faqat 412 ming so'm ijtimoiy soliq to'laydi, qolganini aylanmasdan to'laydi. Yakka tartibdagi tadbirkor ham xuddi shunaqa oylik ijtimoiy soliq 412 ming so'm, ya'ni o'zini pensiyasi uchun to'lov qiladi. Qolgani bo'lsa savdo qilsagina, pul topsagina, aylanmadan oldin 4% olingan bo'lsa, hozir 1% ga tushirildi. Naqadar zo'r, naqadar bu juda ham katta imkoniyat. Va shu o'rinda yana bitta yengillikni aytib o'tib ketmoqchiman. Hozirgi kunda o'zini o'zi band qilgan yakka tartibdagi tadbirkorlarga oldin davlat ishida ishlaganlar uchun dekret puli, ya'ni tug'ruq puli berilardi. Hozir o'zini o'zi band qilganlar uchun ham, yakka tartibdagi tadbirkorlar uchun ham, aynan ayollar uchun bu narsa joriy qilindi. Undan keyin farzandi kasal bo'lib qoladimi, o'zi kasal bo'lib qoladimi, kasallik varaqasini ochtiradigan bo'lsa, bu uchun ham davlat tomonidan o'sha больничный deymiz, mana kasallik varaqasi uchun haq to'lanadi. Mana shu narsa o'zini o'zi band qilgan yoki tadbirkorlik bilan shug'ullanadigan ayollar uchun ham joriy qilindi. 2026-yil 1-yanvardan boshlab. Bu juda ham katta imkoniyat. O'shaning uchun nolishga hojat yo'q-da, imkoniyat juda ham ko'p. Bundan faqat to'g'ri foydalanish kerak deb o'ylayman. Dolzarb mavzuni ko'tardingiz, Donaxon. Balki bu narsani aynan mana shu uy ichidagi tarbiyaga ham bog'liqdir. Balki aynan biz onaizor, ayniqsa bari farzandlar bilan ko'proq onalar muloqotda bo'ladi. Endi otalar ertalab ketib, kechqurun keladi, charchab, biroz televizorni ko'radi. Endi ko'p soatlab suhbat o'tkazadigan otalarimiz ham alhamdulillah juda ham ko'p. Lekin umumiy olganda statistika bo'yicha onalar. Masalan, meni oilamda ko'proq men bilan farzandlar gaplashadi. Balki biza hozir onalar mana shu hozirgi o'smir yoshdagi farzandlarimizga o'zini hayotidagi kasb tanlashga imkoniyatlar va ularga hozirgi suhbatimizda o'zimga ona sifatida yana kerakli narsalarni olib qo'yaman. Mayli deylik, hayot taqozosi bilan yaxshi niyat ila onaizor yaxshi xonadonga turmushga beradi. Mayli yaxshi bir badavlat xonadon bo'ladi yoki aksi bir kamtarona lekin fayzli bir ziyoli xonadonga ham tushadi farzandlarimiz. Lekin mana shu hayoti kutilmagan sinovlardan bular o'zini yo'qotib qo'yadi.
Xuddi shu. endi nima qilaman, ona nima qilaman. Bir martalab onangizor yordam beradi otasi bilan, yillar o'tadi, farzand ko'radi, yana ota onasiga murojaat qiladi. Kimga murojaat qiladi? Yoki akasiga, yoki endi oiladagi bir kimda ko'proq mablag' imkoniyati bo'lsagina yordam berishga. Mayli u 1 yil, 2 yil bo'lar, lekin baribir har bir vaqtda o'zini chegarasi bor-da. Ona, ota ham aytadi, "Va bolam, bo'ldi qil. Bo'ldi, endi o'zing oyoqqa tur." Shunaqa. Mana bilasizmi, men shu narsaga amin bo'ldim. Allohim bir eshikni yopsalar, Ikkinchisi. azizlarim, albatta ikkinchi eshik yonida turadi. Shuni har doim yodingizda tutinglar. Chunki menda ham shu sinovli vaziyatlar bo'lganda, tushkunlikka tushganimda mana shu eshikni qidirishga harakat qilardim va topardim. O'sha eshikka kalitni solib, ochib, o'sha eshikdan chiqib ketardim. Bu ham bir sinov. To qabrgacha har birimiz har xil balandpast, har xil vaziyatlardan, har xil sinovlardan o'tamiz. Shundoq ekan, albatta hozirgi opa-singillarimiz, farzandlarimiz, kelinlarimiz albatta oldinglarga maqsad qo'yib, mana hozir shunchalik imkoniyatlar bor. Bizni davrimizda bu narsa yo'q edi, Donoxon. Ochig'i yo'q edi. Mana hozir shunchalik sharoitlar bo'lyapti, toki mana shu bizning suhbatimizga taalluqli onlayn biznes orqali o'qish jarayonlari ham onlayn orqali ketdi. Uning uchun ertalab yuvinib, pardozingni qilib, libosingni kiyib, metroga tushib, avtobusga o'tirib, yetib borib, kunni 3dan 1 qismi ketadi yo'lingga, o'qib yana kelasan. Emas-da. Shundoq o'tirding, shunga kirding va umuman olganda menga juda ham yoqqan narsa 1 yil davomida Business Woman mana shu onlayn biznes maktabida 1 yil davomida onlayn orqali haftasiga 3 marotaba judayam nima desam, professional darajadagi o'qish jarayonlar, professional kurator nazoratida va meni hayratlangan narsa shuki, mablag'i bir oyga so'radim, qancha ekan deb. 96 ming. 96 ming. Kechirasi bitta fast food puli ham shu pulga to'g'ri kelmaydigan. Demak, 1 oy mobaynida 12 ta dars. Bemalol kirib o'qiysan. Va yana nimasi yaxshi ekanki, agar savollaring ko'p bo'lsa va mana shu o'qiyotgan jarayonda kerakli o'zingga yana ham ichingda mana shu savollarga qaynab to'lib turadi, bemalol xolagan paytingda jonli ravishda murojaat qilishing mumkin va konsultatsiya olasan. Yana shu tekin, yana shu mablag'ga 96 mingga kiratgan va yana bularni juda katta bonusi qiynalgan oilalarga bu narsani ehson sifatida imkoniyatlar berishayotgan ekan. Mashalloh, men juda xursand bo'ldim, chunki har xil vaziyatdagi oilalar bor va balki mana shu 96 ming shu oilaga ham katta pul bo'lishi mumkin. Va bu oilada opa-singillar, deylik, oralig'i 1-2 yosh, ular ham birgalikda bitta vaqtda o'qiy olishi mumkin-da. Va aytganingizdek, mablag'i bo'lmasa ham, lekin hozir Donaxon gapirib o'tganlaridek, mana shu yo'nalishda ishlarni asta-sekinlik bilan boshlab, bosqichma-bosqich bu narsani albatta natijasini ko'rsa bo'ladi. Olishadi, bemalol pul topsa bo'ladi. Imkoniyat bor. Uyda o'tirib ham farzandlaridan, oilasidan uzoqlashmasdan turib, kasb o'rganib, hozirgi kunda pul topsa bo'ladi. Ayollarimiz uchun bu juda ham katta imkoniyat. Bundan foydalanish kerak, rivojlantirish kerak va shunchaki o'rganish kerak. Faqat ulardan shu qo'ya. Hozir chet el safarlariga ketayotganimda, samolyotda o'tirganimda oldin ko'proq deyarli statistika bo'yicha erkaklar auditoriyasi bo'lardi. Hozir bo'lsa, aynan sizga o'xshaydigan tadbirkor ayollarimizga juda ham ko'zim ko'p tushadi. Xursand bo'laman. Qalbim quvonadi. Kimdir biznes yo'nalishi bo'yicha tadbirkorlik orqali Xitoy bo'ladimi, Turkiya, Amerika mamlakatlariga kimdir boradi. Kimdir mana og'irni yengil qiladigan bemalol onlayn orqali o'tirib olib, buyurtma qilyapti. Shuni deyman, faqatgina havasim kelyapti. Rahmat. Mana shu ishlab yurgan jarayonda tabiiy hol
o'zingizni yetarli darajada mablag'ingizni yig'a oldingiz va sir bo'lmasa mana shu mablag'ga Dono Alixanova nima narsalarni o'zini oilasiga yoki balki shaxsan o'zlari uchun, balki ota-onalari uchun xarid qila oldilar. Qimmatbaho narsani nazarda tutyapman. Biznesni orqasidan birinchi xarid qilgan narsam bu 2023-yil o'zimni tug'ilgan kunimga o'zimga Malibu avtomobilini olganim. Birinchisi shu bo'lgan. Hozirgi kunda endi imkoniyatim bor boshqa narsalar olishga. Demak 3 yil ichida mana shu narsani ro'zg'ordan tashqari orttirib, kiyim-kechak va hokazo va o'zingizga mana shunaqa mashina oldingiz. Tasanno. Undan yog'iga olaman, xaridlar qilamiz, lekin tizimli ravishda ishlaganimiz uchun ortiqcha xaridlar qilmayman. Pulimni asosan ko'pchilik o'ylaydi, biznes egasida har doim pul bo'ladi, lekin aslida unaqa katta pul bo'lmaydi, chunki asosiy topayotgan mablag'imizni biznesni o'ziga qaratganmiz. Biznesdan aylantiriladi. Faqat oylikni hisobiga yashayman desam ham bo'ladi. Ya'ni biznes o'syapti, rivojlanyapti. Mana shu 6 yil davomida 40 dan oshiq xodimlarni oldik ishga va bularni nima deydi, kompaniyamizni rivojlantirish uchun asosiy fokusimiz qaratilgani uchun bundan buyog'iga ko'proq biznesni rivojlantirish uchun ko'proq harakat qilaman. Ilmimga asosan ko'proq eng qimmat sotib olgan kursim shu $18,000 bo'lgan. Shunaqa. O'qish uchun pul ayamayman. Qoyilman, ana ko'rdinglarmi azizlarim, kimdir voy 1 so'm 10 so'm bo'ldi deb tezgina borib hammasini yoki uyga yoki bilmadim hashamatli uy oladimi yoki bir narsaga hammasini bir zumda tugata qoladi xolos. Bu qahramonimiz bo'lsa yo'q gapirib o'tdilar, faqat maoshga kun kechiradilar. Aylanayotgan o'sha daromad pulini yana ko'paytirish maqsadida va bu bilan chegaralanmasdan yana deylik har xil yo'nalishlarga shu mablag'larni sekin deylik o'sha tarqatib qo'yyaptilar. Maslahatlaringiz yoshlarimizga? Yoshlarimizga birinchi o'rinda sinab ko'rish kerak. Har doim o'zi ayollarga ham, bolalarga ham hammaga tavsiya qiladigan narsam, qigiz kelyaptimi? Mana shu bizani kuzatayotgan odam bu sohaga qiziqqani uchun kuzatadi, biznesga, onlayn biznesni rivojlantiraman yoki o'rganaman deb kuzatadi va bekorga emas. Bu narsani bekorga ko'rishmayapti. Qigiz kelyaptimi, ich-ichidan xohlayaptimi, qilib ko'rish kerak. Odam qilmaguncha bosilmaydi-da. Qachonki qilib ko'rsa, bu uniki bo'lishi mumkin. O'shaning uchun men o'shancha boshda aytib o'tgandek, turli xil sohalarda qilgim kelganini qilib ko'rganman-da. Qilib ko'rgan narsam har doim o'zim uchun yaxshi bo'lgan, xayrlisi bo'lgan. O'shaning uchun bitta ish qilib ko'rayotganimizda qilib ko'rishimiz kerak. O'xshasa zo'r, o'xshamasa ham bu xayrlisi bo'ladi, bizga dars bo'ladi. Va tadbirkor ayoli aynan ishga taalluqli katta orzuyisi. O'zimdan o'zim brendimni yana ham rivojlantirish. Hozirgi kunda SNG davlatlarida bizning mahsulotimizni sotib o'tgan bo'lsak, shuni dunyo miqyosiga olib chiqish. Hozirgi kunda asosiy niyatim shu. Va o'quv markazimizda yiliga eng kamida 3000 ta ayol qizlarni o'qitib, ularni qaysidir ma'noda biznes boshlashligiga ko'maklash. Mashallah, muqassirlar siz uchun. Ilohim amalga oshsin. Ilohim. O'sha aytgan gaplaringizga inshaalloh farishtalar amin deb ro'yobga chiqsa, bir og'iz sim qoqib, Ranopajon amalga oshdi. Keting. Deylik o'sha tashkiloti ochilishiga bo'ladimi, o'sha marosimlarda men ham qatnashsam, demak mana shu suhbatimiz zoya ketmadi. Mana ko'rdinglarmi? Qanaqa imkoniyatlar bor. Voy, biz davrimizda bu narsalar yo'qdi. Ishoninglar, agar bo'lganda balki men ham tadbirkor biznes ledi bo'lib ketarmidim. Bu chin yurakdan. Men faqatgina havas qilyapman. Afsuski bizda o'sha paytda bunaqa imkoniyatlar yo'q edi, bilimimiz yo'q, bizning yo'nalishimiz faqat deylik o'sha ijodkor. Mana shu yo'nalishga kirgan inson qanaqa qiyinchiliklardan o'tadi?
Endi umuman olganda baribir ham bu narsalar bo'lish bor narsa. Bunga tayyor bo'lishi shart. Ya, shundoq o'tib, shu darajaga yetib boraman emas-da, to'g'rimi? Shunaqa, xuddi shunaqa. Nima maslahat berasiz? Birinchi o'rinda ish boshlayotganda har doim qiyinchilik bilan boshlanadi. Har doim bo'ladi bu narsa. Lekin mana shu boshidagi 2 oyga chidab bergan ayollarimizda yaxshi rivojlanish, yaxshi o'sish bo'lyapti. Buni ko'p o'quvchilar misolida aytib bera olaman. Bitta ish boshlayotgan ayoldan nima talab qilinadi? Birinchi o'rinda qo'lida noutbuki bo'lishi kerak bo'ladi va shu guvohnoma olishi kerak, ya'ni tadbirkorlik, yo o'zini o'zi band qilgan, tikuvchi bo'lsa yoki bichuvchi bo'lsa yoki qo'l ishi bilan shug'ullanadigan bo'lsa, agar yo kimnidir mahsulotini yoki bozordan olib yoki Xitoydan olib kelib sotadigan bo'lsa, unda shu yakka tartibdagi tadbirkorlik guvohnomasini ochib, u ham o'zligiga foyda, ham pensiyasiga yoziladi, masalan, staj yoziladi, undan tashqari boyaga aytib o'tgan imkoniyatlarga ega bo'ladi va o'zini biznesini boshlash uchun birinchi qadamni qo'yishadi. Shu noutbukdan ro'yxatdan o'tish orqali bemalol marketplace'da o'zligini savdolarligini boshlashi mumkin. Ya'ni tovari uchun bozorma-bozor yurish shart emas yoki tovarni shu yetkazib beraman deb o'zlari yurish shart emas. Hammasini telefonda onlayn tarzda bajarsa bo'ladi. U arzon shu mahsulot sotadigan postavщикlarni topgan holda ularni mahsulotini, hattoki shunaqa imkoniyat bor, mahsulot borligiga amin bo'lgandan keyin uni rasmini, ko'rinishini shu tayyorlab turib sotuvga chiqarib, qachonki zakaz tushganidan keyingina pul tikib uni sotib olib borib berish mumkin. Sotib olgan holda olib borib berish mumkin. Mana shu bosqichlardan o'tib, agar pulni to'g'ri boshqara olishsa, bo'lishi mumkin 3 million puli bordir, 4 million puli bordir, balki 10 million, balki 20 million. Mana shuni to'g'ri boshqarish orqali bemalol 6 oy, 1 yilda 100 million, 200 million, undan ham ortiq daromadga chiqsa bo'ladi. Faqat shu aytib o'tayotgan qadamlarni to'g'ri bajarish va to'g'ri bilim olish orqali. Agar xato qilib qo'yadigan bo'lsak, shu boshida aytib o'tganingizdek, o'zimizga ziyon qilib qo'yishimiz mumkin. Xatolarni kamaytirish eng yaxshi yo'li bu albatta ilm olish orqali. Albatta. Shunda mana shu 2 oyga o'tkazib bersa, 2 oydan keyin 1 soat vaqtligini ajratsa ham o'z-o'zidan sotuvlari bo'ladi. Uxlaganda ham sotadigan joyda. Eng o'quvchilarimizdan mazza qilib eshitadigan o'sifimiz bu uxlaganimda ham sotib bo'lyapti, uxlaganimda ham pul kelyapti deyishdi. Bu menimcha har bir ayol uchun juda ham quvonarli holat, chunki mana shu sohaga kirib turib hayotini butunlay o'zgartirib ketgan, hayot tarzi o'zgargan insonlar juda ham ko'p. Juda ham ko'p. Tadbirkor bo'lib shakllangan, oddiy uy bekasidan biznes egasiga aylangan, brend egasiga aylangan ayollarimiz juda ham ko'p. Mana shu gapingizdan juda ham ta'sirlandim. Uxlayotganda ham pul keladigan daromadli joy bu zo'r. Shunaqa. Bu juda zo'r. Masalan, boshqa yo'nalishdagi shaxsda, kasbda bu narsa yo'q-da. Masalan, bizda bu narsa yo'q. Xuddi shunaqa. Borib ijro etsangina mablag' olamiz. Ko'z yosh to'kamizmi, asablarimizni, sog'liqlarimizni ketkizib, keyingina o'sha gonorarimizni olamiz. Bu yerda aynan ilmni olgan odam va o'sha bosqichma-bosqich 2 oy nima, 60 kun bir zumda o'tadi. Faqatgina butun deylik o'sha fikrini, bilimini mana shu to'g'ri yo'nalishga joylashtirsagina, demak albatta o'xlaganda pullar jaraq o'zi keviradi. Xuddi shunaqa. Mahsulotini qo'yadi, sotuvini qo'yadi, klient bilan gaplashishim kerak demaydi, har kuni ertalabdan kechgacha telefonda o'tirishim kerak demaydi, balki hamma ishni o'ziga marketplace o'zi bajarib beradi. Bizani eng asosiy vazifamiz bu mijozga, ya'ni xaridorga kerakli mahsulotni topish va uni hojatini chiqaradigan mahsulotni sotuvga qo'yish. Asosiy maqsad, vazifamiz shu bo'ladi. Shu orqali sotuv qilib pul topishimiz mumkin. Tasanno. Avvalambor izlanishdan, ijoddan man charchamang. Siz bo'lsa albatta mana shu mashaqqatli kasbingizda faqat kuch-quvvat tilayman. Rahmat. Iloyim hamisha oldinga qo'ygan maqsadlaringizga erishing. Siz bilan bugun mazza qilib suhbat o'tkazdim. O'zimga juda ham ko'p narsalarimni, bilmagan narsalarim ko'p ekan azizlarim. Bo'lmasam yarim asr yashab, bilaman deb yurgan ekanman. Hech narsani bilmas ekanman.
bilib oldim va albatta uyga kelib mana qiz farzandim o'smir yoshda, unga ham mana shu hozirgi suhbatimizni to'g'ri yo'nalishda targ'ibot qilaman, tushuntiraman, aytaman, sanam kir. Ana deydi-yu, erkakga 40 hunar oz. Hozirgi davrda ayollarga ham shu bo'lib qoldi. Mana qahramonimiz nechta kasbi deylik egasi bo'lgan va oxiri 3 farzandi onasi bo'lgandan keyin mana shu to'g'ri yo'li va o'ziga yoqadigan daromad olib keladigan tadbirkor ayol. Bugungi suhbatimiz afsuski o'z nihoyasiga yetdi. Siz bilan yana soatlab gaplashgim kelyapti, lekin men aminmanki, balki 1-2 yillardan keyin yana bu shaxsimiz yana ham kuchayib ketgan bir katta deylik dargohlarga ega bo'lgan, ya'ni nimaga dargohlarga yana ham ko'paytirib maktablar ochasiz. Bunaqa yo'nalishdagi deylik do'konlar bo'ladimi? Mana shu onlayn orqali biznesingizni rivojlantirgan bir yaxshi shaxsga aylanasiz. Hali ham Xudoga shukr, natijalaringiz zo'r. O'ylaymanki, undan ham ziyoda bo'lsin. Chunki biz avvalambor to'xtamasligimiz kerak. Har doim izlanishda va bilim olishdan charchamasligimiz kerak. Shuning bilan bugungi suhbatimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi qahramon bilan uchrashguncha xayr deb qolaman xolos. Omon bo'linglar. Rahmat.